2 kun uyda bo'lmadim. Shu 2 kunda ulitkalarim, ovqatlari, konteynerlari va o'zi qanaqa ahvolga kelganini ko'rishingiz mumkin. Agar shunaqa uyingizda birorta hayvon bo'lsa, uyingizdan uzoq kunga ketib qololmaysiz. Yaxshiyam maniki ulitkalar bilan joni qattiq bo'ladi. Agar mushugim bo'lganida, menimcha katta ehtimol bilan o'zim bilan olib ketardim. Shunda ham bu ona ulitkalarim kichkina payti viloyatga ketsam, o'zim bilan olib ketardim. Oxirgi marta yangi yil payti kanikul bo'lganida 2 hafta viloyatga ketganimda o'zim bilan olib ketgandim. Hozir esa ulitkalarim ko'payib ketgan. Olib ketishi ilojisi yo'q. Shuning uchun tinchgina o'zim uyda qolaman. Bu yerda ulitkalarim toshi notekis o'sayotganini ko'rsatganman. Bularga kattaroq konteyner olishim kerak. Sababi kichkina konteynerda yaxshi o'sish olmaydi. Bugun challenjim 16-kun edi. Nimaga Instagram shunaqa tavba qildim? Qancha harakat qilib bir kunda 2-3 talab video olib, mehnat qilib, qancha soatlab montaj qilib, reels qo'ysam, kamgina prosmotr bo'lib yetmaganiga 5 tadan 15 tagacha odam mendan adpis qiladi-da. 2-3 kunlab reels qo'ymasam, o'zidan-o'zi birorta eski videom topga chiqib ketib, har kuni 20 tadan 50 tagacha podpischi kelishib boshlaydi. Yana ishim ko'p payti Instagramga umuman kirishga vaqtim yo'q bo'lganda, zaprosda 10 talab odam yozib tashlagan bo'ladi-da. Axir bekorchi bo'lib o'tirganimda bitta ham odam yozmaydi. O'zi nima xohlaydi bu Instagram? Harakat qilaymi yoki yo'qmi? Bugun challenjim 17-kun edi. Bugun sizlar bilan необычный распаковка bo'ladi. Ketdi. Menda 8 kun ketganman, o'rtachalardan. Bu yerda turibdi. Bularni обязательно yeydigan ovqati bodring bilan sabzi bo'ladi. Chunki men oldin opam boqqanda ham faqat bodring sabzi berib boqqan. Bu bechoralar kichkina idishda turib turadi. Xudo xolisa bozorga tushib katta idish olganimdan keyin uni ham videosini keyingi postlarimda ko'rasizlar. Sizlarga ham ulitka kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki o'zingizni qidirayotgan bo'lsanglar, men sizlarga snail o'zida tavsiya qilaman. Men sizlarga olib beraman. Balki g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu ulitkalarni shilimshiq chiqaradigan masalasi sizning yuzingizga juda ham katta foyda bo'ladi. Men opam oldin boqqanida juda ko'p marotaba yuzimga ulitka qo'yganman. Kokos modeli deyiladi. Bir tonna qumidan yuborganman, chunki bularni adashmasam 2 haftada, 3 haftada almashtirib turish kerak idishini. Ya'ni shunaqa ulitkalar kerak bo'lsa, men beradigan profildan zakaz qilsanglar bo'ladi. Voy, men ko'zim oldiga kelib qoldi. Sen o'ylama, yolg'iz hamma narxlarni yonib yursa, narxlarim cho'ntagimda yuradi mana. Ko'rasan, barbos fast deyman, turmushim bilan qo'yishib. Sal katta bo'lsa, qoplon bo'ladi bu. I'm so in love with you. You're nasty flowers. I see for out. Bu ulitka toshi uchun qancha pul ketganini bilasizmi? Siz o'ylaganingizdan ancha ko'p. Hazlashdim, bunaqa hukni ChatGPT berdi va ko'p prosmotr oladi deb aytdi. Bu qanchalik to'g'ri bilmadim. Xullas sotuvda shunaqa ulitkalarimiz bor.